Namuncha gaplaring sovuq. Sevara, Jamila, men sovuqqon bo'lganim uchun shu paytgacha yuribman. Bechara go'zal qizim hammasini bir o'zi qilardi. Tinmasdi. yoki sizlarga o'xshab kimgadir ikkinchimikin? Hali ko'rasan. Sekin-sekin hammasi izga tushib ketadi. Izga tushmasa-chi o'rtoq? Mijozlarni qidiramiz. Bo'ladigan gapni gapirsang-chi. Keyin qayerga ketsangiz ketaverasiz. Nima meni endi olamga sharmanda qilmoqchimisiz? Go'zal, to'xta. Qizim. Qizim, nima bo'ldi? Qizim, nimaga yig'layapsan? Agar mendan qochishga urinayotgan bo'lsang, adashasan. Gapir, jon qizim. Nima bo'ldi? Gapir. Ayt, yengil tortasan. Yuragim siqma qizim. Seni qiynalayotganingni ko'rib o'zim qiynalib ketyapman. Jon bolam, gapir, yengil tortasan. Oyi, u menga tuhmat qildi, oyijon. Tuhmat? Nomussizlikda aybladi. Nima? Astag'firullah. Keyin uydan ketdim. Oyi, nima desa desin, chidayman. Lekin nomussizsan desa chida olmayman, oyijon. Nima? Hali sen shuni qildimi? Oyi, siz hali hech narsani bilmaysiz. Yigit akam uylanmaslardan oldin bir qiz bilan dam olishib yurgandi. Nima? Ya Allah. U bilan er-xotindek yashashgan. Nima deyapsan? O'sha qiz uyimizgacha keldi. Janjal qildi. Mayli, amalab uni haydadik. Keyin o'sha qiz qaynopam bilan til biriktirib menga tuhmat qilishdi. Begona yigit yollab meni u bilan yurgandek ko'rsatishdi. Nimalar bo'ldi? Rasmga olishgan. Qizim, erim rasmlarni ko'ribdi. Keyin hamma gaplariga ishongan. Keyin esa janjal qildi. Uydan chiqib ketdim, oyi. Jonim bolam. Qizim, nima kelganing shuni voqelar aytmading? Men unga ko'rsatib qo'yib, shuncha ichingga yutib yuribsanmi dardingni? Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Ular o'zini kim deb o'ylashyapti? Senga ular nimalar qilishyapti? Men seni onangman, yoningdaman. Qanday tarbiya berganimni o'zim yaxshi bilaman. Senga qo'rqmasdan tuhmat qilishga uyalishmadimi? Ha? Qaynaning jim qarab turaverdimi? Yo'q, ular gapirdilar. Ular men bunaqa qilmasligimga ishondilar. Lekin yigit akam bunga ishonmadilar. Meni chiqib ketishimni istadilar. Keyin chiqib ketdim, oyijon. Seni ayblab, unda nimaga kelibdi? Ayb menda emasligini bilganga o'xshaydi, oyijon. Hali qaytib keladi shunaqami? Men kuyov bilan o'zim jiddiy gaplashaman. Seni ayblagandan ko'ra o'zini yashirib olish kerak. Mayli, oyi. Lekin men ortiqcha gap gapirmadim. Tortishmadim. Baqirmadim. Shunchaki uydan chiqib ketdim. Oyi, endi uyga qaytib bormayman. Yo'q qizim. Ey Xudoyim. Endi bu sinovlar balolari boshimda bormidi? Qizim, endi men seni tushundim. Nima uchun bunaqa bo'lganini, shoshma-shosharli bo'lganingni endi tushundim, qizim. Turmushda bunday tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Yaxshilab o'ylab keyin bir ish qilamiz, xo'p qizim? Xo'p, oyi, lekin uyga qaytib bormayman. Xo'p, din bormayman. Xo'p qizim. Keling. Buncha atiriz hidi o'tkir. Ilgari bunaqa ko'p atir sepmasdingiz-ku uyda? Sepganim yo'q. Hozir ham sizdan bunaqa hid kelmayotgandi. O'zidan o'zi paydo bo'lib qoldimi? Dugonangni kelishiga tayyorgarlik ko'ryapman.
Ochig'ini aytganingiz uchun rahmat. Anavi svitram bor edi-ku, o'shani ko'rmadingmi? Kiymoqchimisiz? Ha, kiyaman. Men uchun yasansan qilmagansiz. Axir uydamiz. Biz to'yga ketmayapmiz-ku, Odil aka. Mayli, topib bera qol. Men bilmayman. Unda o'zim topib kuy chiqaman. Kelishi bilan eshikdan haydavorsammikin-a? Yasansan qilganlariga o'laymi? Keling. Qani o'tiring. Qani ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin, oilalar tinch bo'lsin, yoshlarimiz qo'shiq qarab yursin. Sizlarni baxtinglarni ko'rib biz ota-onalar hammamiz quvnab yuraylik. Allohu akbar. Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Qizim, kuyovingiz keladi deb oldindan aytib qo'ymabsan. Shunga qarab tayyorgarlik ko'rardik. Oyijon. O'zi meni kelishim rejada yo'q edi, oyi. Bir narsa esdan chiqib qopti. Shuni aytgani kelgandim. Endi shu bahona kelmasangiz o'zingizda aylanib kelmaysizlar. Oyijon, siz ham bizga borsangiz bo'lardi. Qizingizni bir o'zi zerikayapti. Sizni chiroyli qilib mehmon qilardik. Assalom. Mayli, sizlar o'tiringlar. Men ovqatga Yo'q, oyijon, bezovta bo'lmang. Go'zal, ayt o'zing. Men ertalabdan choy ichmayman-ku. G'alati odatlari bor. Ertalabdan choy ichmaydilar. Keyin soat 2 larga borib, qorinlar ochadi. Ukingga o'xsharkanlar-da, omonga. Omon. Lekin bu ketishda oshqozoningizni orib qoladi, bolam. Vaqtida ovqat yeyishingiz kerak. Ishdan chiqadi oshqozon. Bilmadim. Talabalikdan shu odat bo'lib qolgan. Amerikada biror marta nonushta qilmasdim. Mayli, unda hech bo'lmasa bir pila choy icharsiz, ha? O'zbekona. O'zim damlayman, oyijon? Yo'q, sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar, men o'zim. Xo'p. Nima, har kuni kelib yuribsizlarmi? Xizmat qilsam qilmanda-ya? O'tira qol. Rahmat, oyijon. Sizlarni ko'rgandan juda ham xursandman. Hozir. Rahmat. Oyingga nima uchun aytmading? Ularning tashvishlari shunda ham o'zlariga yetarli. Baribir bilib qoladilar. Agar bilmasin, onamni dili og'rimasin desang, men bilan hoziroq uyga ketasan. Haliroq o'zim sekin-asta tushuntirib ko'raman. Axir meni oyim-ku. Lekin siz bilan ketmayman. Siz bilan ortiq yashamayman. Siz esa haddingizni biling. Tezroq keting. Endi oyijonimning qo'llaridan bir piyola choy ichmasdan hech qayerga ketmayman. Nimadirni isbotlashga urinmang. Endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Keyin Zarinani achchiq choylardan ichib yuravering. Rashk qilma, go'zal. Bilaman qaysarsan. Lekin bir narsani bilishing kerak. Men pushaymonman. Endi kech. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyijoningiz yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz? Salom aytvordilar.
Ertaga keladigan odamga hozirdan pardoz boshlab yordingizmi? Balki salonga ham borib kelarsiz. Keyin prichoskam buzilmasin deb ertalabgacha o'tirib chiqing. Nima? Oynani oldiga kelban bo'lmaydimi? Shu sizda bir gap bor-da, indamasdan spon yoqib yuribsiz. Kishi bilmas bo'lib, bir nimalarni reja qilib yuribsiz. Ha, men shunaqaman. Qiladigan boshqa ishim yo'q. Meni ishim nima bilasanmi? Ha? Ertalabdan kechgacha xotinbozlik haqida o'ylayman. Falonchini qanday ilintirsam ekan, keyin qayoqqa borsam ekan, shular haqida o'ylayman. Oxiri tan oldingiz-a? Ha, dunyoda bundan boshqa dardim yo'q. Meni fikri xayolim xotinbozlikda. Qaysi shaklda senga xiyonat qilsam ekan deb shu haqida o'ylayman. Sevara, seni xayolingda faqat shunaqa narsalar. Siz xotin xo'rsiz. Sen kuchsan. Erini o'ldiradigan ayollarni shunaqa deyshadi. Begzod degan oshnam bo'lardi. Bir yaxshi yigit edi. Xotini yomon chiqdi, bechora. O'lib ketdi. Namuncha noliysiz? Meni bo'lganim shu. Men sizga tanishayotganimizda aytganman. Ehtiyot bo'ling. Men juda ham qaysarman degandim. Siz bo'lsangiz, menga qaysarlar yoqadi degansiz. O'sha payt yoqardi. Hozir umuman yoqmaydi. O'chsin hammasiga. Siz 1-2 kundan beri o'zgarib qolgansiz. Nimagadir o'zingizni mendan olib qochyapsiz. Tavba, tavba. Bunaqa gaplarni sen qayerdan topasan, ha? Hech qayerga ketmaysiz. Men ketadigan bo'lsangiz, Gulchehrani uyiga borib olaman. Ey, Sevara. Menga tahdid qilma. Nima u yerda senga pishirib qo'yibdimi? Kim biladi? Turkiyaga yolg'iz borib olib, keyin uni chaqirib olsangiz-chi? U ham zo'rg'a turibdi, likillab borib oladi. Sevara. Men ketmasligim uchun qo'lingdan har nima kelyapti. Shuni qilib ko'ryapsan, shunaqami? To'g'rimi? Kerak bo'lsa o'lib ham ko'raman, bildingizmi? Ey. Jonimga tegib ketyapsan-ku. Yaxshi o'tirdingizmi? O'tirsangiz bo'lardi. Oyi, ishga borishim kerak edi. Ishdan chiqishim bilan Go'zalni oldiga yana kelaman. Vaqtingizni palovda olib qo'yaman. Yo'q, keragi yo'q, oyijon. Sizlarni ovora qilib qo'yaman. Orasi bormi, bolam? Mayli, o'zingiz bilasiz. Kechga qolmay xo'p. Mayli. Ana, kuzatib bordim. Ha, oyi, tinchlikmi? Yuring ichkariga kirib choy ichamiz. O'zing aytasanmi? Yo shunaqa yashirib yuraverasanmi? Nimani aytishim kerak, oyi? Go'zal, sen meni qizimsan. O'z onangda nimadir yashiryapsan, sezyapman hammasini. Oyi, hech narsa sizdan yashirayotganim yo'q. Kech bo'lganda o'zingdan o'zing kirib keling. Xayoling ham joyida emasdi. Kechasidan xonang chiroq o'chmadi, uxlamading. Ertalabdan esa kuyov keldi. Urushib qoldilaringmi? Oyi, yo'q. Nimaga urushamiz? Urushganimiz yo'q, hammasi joyida. Ko'zlarimga qarab bolam. Ko'ryapsanmi, qara olmayapsan, ko'zingni olib qochyapsan. Xuddi sen o'zingni aybdor odamdek his qilyapsan. Gapir, nima bo'ldi? Oyi, sizga shunaqa tuyulyapti. Meni qornim och. Choy ichaman, xo'p oyi, kirarsiz? Ey Xudo, o'ylaganlarim noto'g'ri bo'lsin.
Salom Shabnam. Wow, bonjour jonginam. Qalaysan? Qalaysan? Ko'rib turganingdek ajoyibman. Seni qomating chiroyli-da. Buni tan olish kerak. Lekin shu ozgina did ustida ishlashing kerak. Hamma didni senga bergan, bizga qolmagan. Buni bilganing yaxshi. Hozir ketyapman. Yaxshi keldingmi Dildora? Rahmat. Hech narsa kerak emas deganingga hech narsa. Yaxshi kelyapsanmi? Kekra qol. Rahmat. Rostdan ham hech narsa kerak emas. Boyvachcha ering bo'lsa yaxshi-da, to'g'rimi? Shuni ayt. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Sizlarni ham ovora qilib qo'ydimmi? Ay yo'q, nega? U bu joyga chiqishinglar mumkin. Bugun dam olish kuni-ku, to'g'rimi? Hijolat bo'lma. Hammasi joyda. Qani ichkariga kir. Qani, kiringchi. Yuring. Yura qol. Menga qara. Anavi Sevara shu yerdami yoki eri ketganiga aza tutyaptimi? Sevara aza tutadiganlardan emas. Ha, to'g'ri. Menga qara. To'g'risini ayt. Qizlarning ichida eng ketvorgani kim? Hammaning o'ziga yarasha chiroyi bor. Baribir ichimizda bittamiz ajralib turamiz-ku. Yangi kelgan qiz bor-ku, Dildora. O'sha har jihatdan ajralib turadi. Menga qara. Senchi o'zi aniq diding ustida ishlashing kerak. Didingni fokusi yo'qolgan ko'rinadi. Tavba qildim. Sen ham chiroylisan, uddaburonsan. Alam qilsin. Bo'l, kech qolamiz. Bugun shunaqa ikkalamiz ishlar ekanmiz-da. Shunaqaga o'xshaydi. Yoki men o'lishim kerak. Yoki o'sha Zarina o'lishi kerak. Ular meni ustimdan kulishdi. Assalomu alaykum oyijon. Qizim, qayerdasan? Indamasdan qayerga chiqib ketding? Oyi, kutubxonaga noyob kitoblar kelgan ekan. O'shani boshqalar olib qo'ymasin deb tez olay degandim. Shu kitoblaringni jonimga tegdi. Bo'pti, tezroq kel. Xo'p. Iflos Zarina. Ana o qiz-ku, bormisan Laylo? Yaxshimisan? Yomonman. Zarina,
Sen bilan uchrashib olishimiz kerak. Uchrashib nima qilasan? Meni pishirib yeysanmi? Senda zarur gapim bor. Kamol akam bilan do'kon aylanmoqchi edik. Gaplaring bo'lsa, telefonda ayta qol. Telefonda aytadigan gap emas. Mayli, sirli bo'lsa ham aytaver. Baribir hech kim eshitmaydi-ku. Gap akam haqida. Sen bilishing kerak bo'lgan gap bor. Bo'lmasa ikkalamizga ham yomon bo'ladi. Xo'sh, nima ekan? Bilishim kerak bo'lgan narsa? Kelsang aytaman. Bo'pti, boraman. Qayerdasan? Men ikkalamiz reja tuzgan joydaman. Hozir boraman. Tez yetib kel. Kelasan. Qani kelmay ko'rchi. Iflos. Seni o'ldiraman. Qarab tur. Demak, biz ahmoqqa o'xshab bu yerda o'tiribmiz. Sevaraxon o'zlaricha xo'jayin. Tavba qildim. O'zlariga o'zlari ta'til olibdi. Bir og'iz ham aytib qo'yishmabdi. Ana u qiz kim edi? Dildora. U ham yo'q. Ha, Dildora reklama bo'yicha 3-4 ta korxonaga boraman degandi. Kelmasligi ham mumkin. Kelmasin. Shaxsan meni ko'zim uchib turgani yo'q. Bo'pti, men ketdim. Ha, men ham ketishim kerak. Erim kelaman degandi. Shu yerda kutib o'tirsam ekan. Ha, shunaqa degan. Qachon kelish kerak edi? Ketmaysanmi? Yo'q. Shu o'ylab turgan edim, lekin bu fikrimdan qaytdim. Men ketsam shuncha ishni kim qiladi? Hozir ikkalamiz qanaqa ish qilishimiz mumkin? Ish qilmasak ham reja tuzamiz. Qanaqa reja? Ajoyib reja. Go'zal, to'xta. Qizim. Qizim, nima bo'ldi? Qizim, nimaga yig'layapsan? Agar mendan qochishga urinayotgan bo'lsang, adashasan. Gapir, jon qizim. Nima bo'ldi? Gapir. Ayt, yengil tortasan. Yuragim siqma qizim. Seni qiynalayotganingni ko'rib o'zim qiynalib ketyapman. Jon bolam, gapir, yengil tortasan. Oyi, u menga tuhmat qildi, oyijon. Tuhmat? Nomussizlikda aybladi. Nima? Astag'firulloh. Keyin uydan ketdim. Oyi, nima desa desin, chidayman. Lekin nomussizsan desa chida olmayman, oyijon. Nima? Hali sen shuni qildingmi? Oyi, siz hali hech narsani bilmaysiz. Yigit akam uylanmaslardan oldin bir qiz bilan dam olishib yurgandi. Nima? Ya Allah. U bilan er-xotindek yashashgan. Nima deyapsan? O'sha qiz uyimizgacha keldi. Janjal qildi. Mayli, amallab uni haydadik. Keyin o'sha qiz qaynopam bilan til biriktirib menga tuhmat qilishdi. Begona yigit yollab meni u bilan yurgandek ko'rsatishdi. Nimalar bo'ldi? Rasmga olishgan. Qizim, erim rasmlarni ko'ribdi. Keyin hamma gaplariga ishongan. Keyin esa janjal qildi. Uydan chiqib ketdim, oyi. Jonim bolam. Qizim, nima kelganing shuni voqelar aytmading? Men unga ko'rsatib qo'yib, shuncha ichingga yutib yuribsanmi dardingni? Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Ular o'zini kim deb o'ylashyapti? Senga ular nimalar qilishyapti? Men seni onangman, yoningdaman. Qanday tarbiya berganimni o'zim yaxshi bilaman. Senga qo'rqmasdan tuhmat qilishga uyalishmadimi? Ha? Qaynonang jim qarab turaverdimi?
Yo'q, ular gapirdilar. Ular men bunaqa qilmasligimga ishondilar. Lekin yigit akam bunga ishonmadilar. Meni chiqib ketishimni istadilar. Keyin chiqib ketdim, oyijon. Seni ayblab, unda nimaga kelibdi? Ayb menda emasligini bilganga o'xshaydi, oyijon. Hali qaytib keladi shunaqami? Men kuyov bilan o'zim jiddiy gaplashaman. Seni ayblagandan ko'ra o'zini yashirib olish kerak. Mayli oyi, lekin men ortiqcha gap gapirmadim. Tortishmadim. Baqirmadim. Shunchaki uydan chiqib ketdim. Oyi, endi uyga qaytib bormayman. Yo'q qizim. Ey Xudoyim, endi bu sinovlar balolari boshimda bormidi? Qizim, endi men seni tushundim. Nima uchun bunaqa bo'lganini, shoshma-shosharli bo'lganini endi tushundim, qizim. Turmushda bunday tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Yaxshilab o'ylab keyin bir ish qilamiz, xo'p qizim? Xo'p oyi, lekin uyga qaytib bormayman. Xo'p, din bormayman. Xo'p qizim. Avval yaxshilab o'ylaylik, xo'p qizim. Bo'ldi. Yig'lamagin, xo'p? Xo'p, oyijon. Salamman. Kuchlisan-ku, jonim meni. Jonim qizim. Oyijon, qorningiz ham ochgandir, u bu narsa yeb oling. Yo'q. O'zing yeyver qizim. Boshimga og'riq kirdi, biroz dam oling. Bora qizim, chop. Kirmay yaxshiman. 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 Ha, nima gaping bor? Tez gapir, bir qarich. Nimaga unaqa qarayapsan? Shunaqa qarab turish uchun chaqirganmiding? Ha? Nimaga indamayapsan? Gapir. Shunaqa bezrayib turaverasanmi? Nimaga unaqa qilding? O bo'g'alchi, tushunmadim. Sen boshimni qotirish uchun chaqirdingmi? Aking nima qilmoqchi? Shundan gapir. Senga savol berdim. Nimaga unaqa qilding? Sen qizni aqling joyidami? Nimaga unaqa qilganimni aytganman-ku. Aking meni aldadi. Go'zalga uylanib oldi. Men ko'chada tashab ketiladigan qiz emasman. O'chimni oldim, tushundingmi? Men senga nima yomonlik qildim? Senga keladigan bo'lsak, Kamol akam senga zo'rg'a chidab yurgan ekan. Yo'qdan ko'ra sen bilan vaqt o'tkazgan. Umuman senga uylanish niyati bo'lmagan. Zarina, u seni ham o'ynatib ketadi. Mayli. Lekin hozir yaxshimiz. Hozir mazza qilib yashayapman. Menga atab atir ishlab chiqaryapti. Keyin nomimga kosmetika do'konlari ochyapti. Shunaqa insonni qo'yvorib bo'ladimi? Yaxshilab foydalanish kerak. Mayli, u ham mendan foydalansin. Senlar odam emassanlar. Nima? Sen odammisan? O'z akangni hayotini buzib, men shunchalar yomon bo'lsam ham, o'z jigarimga hayotda hech qachon bunaqa yomonlik qilmagan bo'lardim. Tushundingmi? Sen meni yo'ldan urding. Endi jazoingni olasan, eshitdingmi? Qo'rqib ketdim. Qanaqa jazo haqida gapiryapsan? Men mazza qilib yashayapman, sevgilim bilan yana. Shunaqa bo'lishini bilgansan. Shunga bemalol Kamol akam bilan yurgansan. Hech narsa bo'lmaydi deganding. Ha? Bilganman. G'alchi. Keyin Kamol akam ham bildilar. Sen kechadan beri nega ularga telefon qilyapsan? Telefon qilma. Nima? Rashk qilyapsanmi? Ha, rashk qilyapman. Bo'ldimi? Gaping tugadimi? Yo'q. Tugamadi.
vaqtimni olish uchun chaqiribsan-da, ha? Sendan iltimos qilmoqchi edim. Akamga hech narsa aytmaysan. Bu meni ishim. Agar akang Kamol akamga barmoq uchini tekkizsa, aytaman. SMS qilib yozib yuboraman. Zarina, bunaqa pastkashlik qilma. Sen suvdan quruq chiqyapsan. Kalta kelsa meni boshimda sinyapti. Shundoq ham o'zi akam men bilan gaplashmayapti. Endi bu seni muammoing, o'rgilay. Sen akangni tinchlantir. Bo'ldi. O'zicha isquvvarligini bas qilsin. O'sha go'zal bilan o'ralashib, jimgina yashasin. Meni tinch qo'ysin. Agar meni ortimdan tushsa, aytaman. Zarina, sen meni yomonlik qilishga majbur qilyapsan. Qo'lingdan nima kelardi? Hech narsa qila olmaysan. Zarina, men seni ogohlantiryapman. Noto'g'ri ish qilyapsan. Ogohlantirishingni pishirib ye. Jonimga ham tegdilaring hammang. Men seni o'ldiraman, eshitdingmi? Kulgimni qistatmasang-chi. Sen shunaqa qila olasanmi? Chiranma. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Zarina, bu yo'lingdan qayt. Sen haqingda aytmayman degin. Aytaman. Kerak bo'lsa hozir aytaman. Jonimga tegding. Nima qilib qo'yding? Afsus. Shunday qilishga majburman. Yordam! 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 Yordam beringlar! Ajoyib joy. Shunday joyda albatta biz boshqacha hayot kechirishimiz kerak. Nima demoqchi bo'lyapsan? Senga o'zim tushuntiraman. Yuzingdagi holingdan aylanay seni. Menga qarab, Sevara Dildorani uyiga taklif qildi. Undan tashqari bizdan yashirincha shivirlashib yurishibdi. Nimani shivirlashdi? Ular sirdosh dugonalarga aylanishgan. Ertaga bizdan voz kechishlari ham mumkin. Shunday ekan, biz ham sirdosh bo'lishimiz kerak. Nima demoqchiligingni tushungandek bo'lyapman. Shu yerda farosating ishlab ketdi, Jamila. Ikkalasi birlashib olishgan. Reklamadan ertaga katta pul aylanishini bilishadi. Bilasan, Dildorani ko'zlari och. Sevarani-ku o'zing yaxshi bilasan. Ular bizga bu pullarni yedirmasligi mumkin. Shunda nima qilishimiz kerak? Biz ikkimiz birlashib sirdoshga aylanamiz. Sen nima ish qilsang menga, men nima ish qilsam senga aytaman. Faqat ular buni bilishmaydi. Kelishdik. Jamila, ering qachon keladi? Hozir kelib qolsalar kerak. Nima, ering kelsa ketmoqchimisan? Bu yerda boshqa nima qilamiz? Ketaman. Ering o'zi seni hurmat qiladimi? Ha. Demak, unchalik emas. Yana ham hurmat qilishini istasang, eringni ishing bilan tanishtir. Bu yerga olib kel. Xotini nima ish qilishini bilsin. Yana ham hurmati oshadi. Bo'ldi, shunday qilaman. Ko'rinishim yaxshimi, Jamila? Ko'rinishing zo'r. Unda hozir kelaman.
Dilni yoniga dorini qo'shsak, Dildora bo'larkan. Shunaqa bo'ladi. Faqatgina bitta dugonam bor. Aytgandim-ku sizga Shabnam. Zahar bestasi bor ekan, umrimda eshitmagandim. Ha, zaharfurushlar yaxshigina pul topishadi. Bir inson menga sen Istanbulga o'xshaysan degandi. Demak, siz birovlarga qarab yurgan ekansiz-da, a? Ikki kishi gapirib turganda oraga suqilmaydi. Tarbiyang yo'qmi? Istaganingizcha u bilan yashashingiz mumkin. Istanbulga qochib ketyapsiz.